Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isa əfəndim Amerika Davlat Müdafiə Ministerligi Pentagon bilan Kanada Davlat Müdafiə Ministerligining hamkorligida 18 noyabrdan 20 noyabrgacha Kanadada o'tkaziladigan Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'iniga qatnashish uchun 16 noyabr Germaniyadan Kanadaga yetib keldi. Dolqun Isa əfəndimni Toronto aerodromida Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Shavkat Imam, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh kotibi, Kanada Sharq Turkiston jamiyatining sobiq raisi To'yg'un Abduali va Kanada Sharq Turkiston jamiyatining bir qism a'zolari qizg'inlik bilan kutib oldi. Kanada Sharq Turkiston jamiyati tarafidan Kanadadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga yo'llangan taklifnomada ko'rsatilishicha, Dolqun Isa əfəndim bugun, yəni 17 noyabr kuni Kanadadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan yuz ko'rishib, maxsus suhbat ilib bordi. Va Sharq Turkiston davosining navbatdagi yangi yuzlanishi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaro sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari, shundaqla 9 noyabrdan 10 noyabrgacha chaqirilgan Bryussel xalqaro Uyg'ur munbiri yig'ini haqida ma'lumot berdi. Ham qarindoshlarimizning milliy da'voyimizga munosabatlik turli savollarga javob berishga tirishdi. Ondan Dolqun Isa əfəndim alayda taklif bilan 18 noyabrdan 20 noyabrgacha Kanadada o'tkaziladigan Halifax xalqaro bexatarlik munbiri yig'iniga qatnashdi. Amerika Davlat Müdafiə Ministerligi Pentagon bilan Kanada Davlat Müdafiə Ministerligining hamkorligida har yilda bir qatim o'tkaziladigan Halifax xalqaro bexatarlik munbiri yig'iniga 70 dan ortiq davlatdan hukumat rahbarlari, yuqori darajalik harbiy amaldorlar, tadqiqotchilar, yozuvchilar, savdo sanoat sohasidagi arboblar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullaridan bo'lib 300 nafardan ortiq vakil qatnashdi va yig'inda nuqtaliq holda dunyo bexatarlik masalasi haqida muzokara olib bordi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isa əfəndim o'tgan yili Halifax xalqaro bexatarlik munbiri yig'iniga alayda taklif bilan qatnashib, dunyoning har qaysi ellardan kelgan yuqori darajalik arboblarga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishgan edi va yig'inda Uyg'ur masalasi haqida maxsus muhokama bo'limi o'rinlashtirilgan edi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlar komitetining 15 noyabr chaqirilgan to'rguvolik yig'inida bu komitetning qo'shimcha raisi, Kengash palata a'zosi Jeff Merkeli Uyg'urlarga yurgizilgan irqiy qirg'inchilik buyruqini Xitoy oliy rahbarlarining berganligini bildirdi. Jeff Merkeli bu so'zlarni Davlat Majlisi Xitoy ishlar komitetining o'rinlashtirishida o'tkazilgan Xitoyning yangi tipli tojisimon virusi nolga tushirish siyosati va ommaviy sog'lomlikqa bo'lgan istibdod kontrolliq nomli guvohlik yig'inining ochilishida qilgan so'zda ta'kidlagan. Xitoyning yangi tipli tojisimon virusini nolga tushirish siyosati va ommaviy sog'lomlik bo'lgan istibdod kontrolliq nomli mazkur guvohlik yig'inida Xitoyning yaqinqi 100 kundan beri Sharq Turkistonda yangi tipli tojisimon virus yuqumiga qarshi turish nomida yurgizgan qamali va qamal keltirib chiqargan ocharchilik masalasini kun tartibga keltirgan. Xitoyning Sharq Turkistonda qattiq ijro qilinib kelgan yuqumni nolga tushirish strategiyasining Uyg'urlarga elib kelgan iztirobi xilidan beri xalqaro taratqular va kishilik huquq tashkilotlarining diqqat nuqtasiga aylangan bo'lsa-mu, lekin bu uning tunji qitim Amerika Davlat Majlisining kun tartibiga kelishidir. Jeff Merkelining aytishicha, dunyoning hech qanday bir joyida yuqumga qarshi siyosiy va ijtimoiy kontrolli Xitoynikidek bo'lib baxmagan. Kengash palata a'zosi Jeff Merkeli bu vaqtda to'xtalib mundoq degan: O'tgan bir yildan beri hech qanday bir joyda siyosiy va ijtimoiy kontrollikning jiddiylik darajasi Xitoydagiga o'xshash yuqumni nolga tushirish siyosatigidek undoq istibdod xarakterlik bo'lib baxmadi. Yuqori darajalik rahbarlar bu siyosatdagi to'kpini kompartiyaning to'kpisiga bog'lash bilan bir vaqtda doiralar chekidan oshgan ommaviy bexatarlik tadbirlarini yo'lga qo'ydi. Doim majburiy karantin tadbirlarini yurgizib, shaxsiy maxfiyatlik, harakat va fikr erkinligiga xiloflik qildi, ham qonun tartibga amal qilmadi. Mutaxassislar yig'inda Xitoyning ommaviy sog'lomlik uchurni kontrol qilish, uning yuqumni nolga tushirishdagi istibdodlik siyosati va bu siyosatning ijro qilinish ahvoli to'g'risida guvohlik berdi. Amerika Davlat Majlisidagi Uyg'ur guruhisining a'zolari 14 noyabr kuni kechqurunligi Davlat Majlisida muhokama yig'ini uyushtirib, Amerika Davlat Majlisining a'zolarini hamda boshqa aloqador tashkilotlarni Uyg'urlarning navbatdagi qismatlaridan ma'lumotlantirgan edi. Yaponiya Uyg'ur jamiyati tarafidan Yaponiyaning Chiba o'lkasi Chiba shaharlik kutubxonasida 16 noyabrdan 17 noyabrgacha o'tkazilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi tasvirlangan va Uyg'urlarning madaniyati tonishtirilgan rasm ko'rgazmasi Chiba shahridagi har qaysi sohalarning va Yaponiya matbuotlarining kuchli qiziqishini qo'zg'adi. Chiba shaharlik ma'rif idorasining yordami bilan o'tkazilgan mazkur ko'rgazmani har kuni yuzlagan ziyoratchilar ekskursiya qildi va ko'rgazma haqidagi xabarlar Yaponiya matbuotlarida keng doirada o'rin oldi.
Doktor Abdukerim Abdurahman reislikidagi Yaponiya Uyg'ur jamiyati bo'lsa, muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlarimiz ichida eng aktiv va jonliq faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimizning biri bo'lib, o'tganki bir yil ichida mazkur tashkilot Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Yaponiya xalqiga anglatishni maqsad qilgan maxsus karvon guruhi qurib chiqib, Yaponiyaning har qaysi o'lkalarida 100 qatimdan ortiq guvohlik yig'ini, namoyish va ko'rgazmalarni uyushtirdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyati tarafidan 10 noyabrdan 11 noyabrgacha Yaponiya parlamentida o'tkazilgan Sharq Turkiston kuni nomli guvohlik berish, doklad taqdim qilish va ko'rgazma faoliyati Yaponiya parlament a'zolarining va Yaponiya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'agan. 2 kunlik faoliyat jarayonida parlamentdagi 4 partiyadan bo'lgan ko'p sonli parlament a'zosi ko'rgazmani ekskursiya qilib o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini ochiqcha ifoda qilishgan edi. Buning ulabla Yaponiya Uyg'ur jamiyatining yuqorqi faoliyati Yaponiyaning Chiba shahrida yana 2 kun davom qildi. Chiba shahriga ko'rgazmaga bevosita riyosatchilik qilgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiya vakili Xolmat Rozaxon apandim ko'rgazmaning tunji kuni naq maydondan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun Yaponiya Uyg'ur jamiyati Yaponiyaning Chiba o'lkasida, Chiba shahridagi shuning kutubxonasi bilan hamkorlik qilib, ma'rif guruhlari bilan hamkorlik qilib, o'sha rasm ko'rgazmasi qilamiz, qaranglar. Bu naq shu cho'ng bir binoga kirish og'zida qilamiz. Bu faoliyat shunday yaxshi bo'ladi. Atdigandagina nurg'ungan ko'p gaplar kelib anglab bakmaganligini, bu faoliyatning shunday ahamiyatli bo'lganligini bildirdi. Alloh bersa bu faoliyat 2 kun davomlashadi. Qarindoshlarimiz yordamda bo'ladi. Rahmat aytamiz. Ham texnik ko'p gaplarning Uyg'ur masalasiga qiziqish uchun tirishimiz kerak. Rahmat. 15 noyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokholmda Xitoy turmusidagi atoqli yozuvchi Farhad Tursunga Toxoliski mukofotini tarqitish murosimi o'tkazildi. Bu mukofotning sommasi 150 ming kron, ya'ni 15 ming dollar atrofida bo'lib, turmadagi Uyg'ur yozuvchilarining chet elda tunji qatim mukofotlanishi ekan. Mazkur mukofot tarqitish murosimiga Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtinur Abdurayim boshchiligidagi bir qism Uyg'urlar ishtirok qildi. Farhad Tursun Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotining muhim vakillaridan biri bo'lib, Ölüliş san'ati, Masih cho'li qatorliq asarlari Uyg'ur o'qirmanlari orasida g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Cho'ng shahar nomli romani inglizchaga tarjima qilingandan keyin chet eldami belgilik ta'sir qo'zg'agan va bu yil 9-oyning oxirida Shvetsiya qalamkashlar jamiyatining Toxoliski adabiyot mukofotiga erishgan edi. Shvetsiya qalamkashlar jamiyati 30-sentabr e'lon qilgan bayonotida adabiyot erkinlikning kuchli ovozi degan nuqtani ta'kidlagan hamda Farhad Tursunning asarlari inson kechirmishlarini tabiiy va cho'nqur ravishda ifodalab berishdek alohidlikka ega bo'lganligi uchun uning loyiq ko'rilganligini bildirgan edi. Xitoyning 2017-yili boshlangan cho'ng tutqundan keyin izlerki bo'lmagan Farhad Tursunning 2 yil avval 16 yillik kesiltirilganligi ma'lum bo'lgan edi. Gollandiya Xanjamat havo armiyasining kapitan darajalik Uyg'ur ofitseri Munirdin Yadikarning Qumulda yashayotgan opisi İmanam Nasrul bilan yengisi Ayxon Mehmetning 2018 va 2019 yillari Xitoy tarafidan terrorlik yordam berish, ajnabiy kuchlarga qonunsiz holda davlat maxfiyatligini yetkazish degan bo'hton bilan 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi xabari muhojirat Uyg'urlarning mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafrati va o'chmanligini hassalab oshirdi. Navbatda Gollandiya havo armiyasida kapitan bo'lib vazifa o'tayotgan Munirdin Yadikarning 2017-yildan boshlab yurt Qumuldagi oila a'zolari bilan bo'lgan aloqasi ushtum-tut uzilgan. 2018 yil opisining tutqun qilinganligi haqida g'ayri rasmiy uchur olgan. 2019 yilga kelganda yangisining tutqun qilinganligidan xabar topgan. Kapitan Munirdin Yadikarning bayon qilishicha, uning bu yil 60 yoshga kirgan opisi İmanam Nasrul Qumul shahar G'arbiy tog' yezliq chorvamal doktorxonasida, bu yil 37 yoshga kirgan yangisi Ayxon Mehmet bo'lsa Qumul shahridagi ma'lum bir shirkat xizmat qilayotgan ekan. Kapitan Munirdin Yadikar opisi va yangisining tutqun ekanligini anglagandan keyin bu uchurning to'g'riligini oydinlashtirish va ularni qutuldirish uchun Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi ahvolni ma'lum qilgan. Ministrlik Xitoy taraf bilan 1 yilcha aloqalashgandan keyin bultur yil oxiriga kelganda kapitan Munirdinning opisining 2018 yilning oxirida yangisining 2019 yilning yanvar oyida 15 yillik kesiltilganligi haqida uchur olgan. Shundaqla Munirdinni bu vaqtda xabarlantirgan. Kapitan Munirdinning Erkin Osiyo radiosiga deyishicha, uning opisi tutqun qilinib ketgan mezgilda yengis Ayxon Mehmet bu ahvolni undidor orqali Gollandiyadagi Munirdinga yetkazgan ekan. Kapitan Munirdin o'zining Xitoy tarafidan dushman kuchlar deb sanalganligini, amaliyotda bo'lsa o'zining Gollandiya armiyasidagi bir ofitser bo'lish sifati bilan kasbiy mas'uliyat va xizmat o'rnining talablari sababli hozirgacha muhojirat Uyg'urlarning faoliyatlaridan uzoq turib kelganligini eskartdi. U opisi va yengisining o'z sababli kesilganligini,
bir farzand va qarindosh bo'lish sifati bilan bu ichinishli oqibatga aslo sukut qila olmaydiganligini ta'kidladi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.